Assalomu alaykum rahmatli akalar. Bugun yana bitta klientimiz kupe zakaz qilganmiz. 260 ga 255 razmerda. Bachoglariga kelsak, bachogi 58 sm bo'lgan. Tevasida 40 sm polka, undan keyin mana bu yerga yana bir polka qilganmiz. Bu jenskiy taraf уже uzunroq ko'ylagigani standart. Keyin shkafimiz bo'lsa seyflari bilan polka bo'lgan. Üçüncü shkafimiz aslında kattaroq bo'lgani sababi bu yerga hozir guvoh qoldirganmiz. Bu yerga ko'rpa yig'ilgani. Buni ham shu tevasi 40 sm bo'lingan. Shuni aslında ko'rsanglar bo'ladi. Bo'yi baland 255 razmerga bo'lgan.